Tefsiri Muyesser. Tevbe suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Müminlerge ziyan yetkizish, kufrlikni kuchaytish, müminlarning birligini parchalash, ilgari Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan Abu Amir Rohib ismli fosiqning kelishini kutish maqsadida Madinada Zirar ismli masjidni bino qilgan munofiqlar, biz bu masjidni faqatla yaxshi niyat bilan, ya'ni yashinib qolgan va tini ojiz musulmonlar masjidi Quboga boramiz deb javob tatib qolmasin degan niyat bilan bino qildik deb qasam qiladi. Alloh guvohlik beradiki, ular cho'qim yolg'on ishga qasam qilguvchilardir. Ey payg'ambar, sen o masjidda mangu namoz o'qimagan. Birinchi kunidan tortibla taqvolik asosiga selingan masjid Quba masjidi sening namoz o'qishing uchun eng loyiqdir. O masjidda suv bilan tahorat edib, paskinchiliklardan va tavba istig'for bilan barliq gunohlardan poklanishni yaxshi ko'radigan erlar bor. Alloh gunohlardan va paskinchiliklardan poklang'uvchilarni do'st tutadi. O'zining hayot binosini Allohga taqvodorlik qilish va uning roziligini ko'zlash asosiga solgan odam bilan uni yiqilay deb qolgan yarning leviga selib, o'zimi uning bilan birga do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam barobar emas. Munofiqlar musulmonlarning birligini parchalash uchun Zirar masjidi selib edi. Bu ularning do'zaxning ozganlariga tushishiga sabab bo'ldi. Alloh dinning cheklamalaridan chetnab ketib, o'ziga zulm qilgan qavmni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Munofiqlarning yuraklari pora bo'lib ketmaguncha yoki o'lmaguncha va yoki qattiq pushaymon qilib tavba qilmaguncha ular sog'an Zirar masjidi ularning dillaridagi shak va gumonning yiltizi bo'lib qolaveradi. Allah munofiqlarning barliq ahvolini va razil niyatini bilib turg'uchidir. Bandalarning ishlarini o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhisizki mu'minlar Allohning dinini ustunlikka ega qilish yo'lida jinini pido qilib, pul melini sarf qilib jihad qilganligi uchun Alloh ularga oxiratda jannat va sonsiz ne'mat ato qilish badaliga ularning jonlarini setib oldi. Ular Alloh yo'lida jihad qilib, dushmanlarni o'ldirdi va o'ldirildi. Alloh bu haqda bergan va'dasini amalga oshirganligini Tavrat, Injil va Qur'on qatorliq samoviy kitoblarda bayon qildi. Va'dasiga Allohdan mubak vafo qiladigan hech kim yo'qdir. Ey mu'minlar, Alloh bilan qilishgan bu savdolardan va Alloh va'da qilgan oxirat ne'matlardan xushhal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatli savdodir. Jannatga kiradiganligiga va'da qilingan mu'minlarning sifati shuki, ular gunohlariga tavba qilib, Alloh yomon ko'radigan ishlarni tashlab, Alloh yaxshi ko'radigan ishlarni qiladigan. Alloh uchun niyatini xolis qilib, ibodatni voyaga yetkazib qiladigan. Alloh tarafidan kelgan barliq yaxshilik va yomonlikka shukr qiladigan. Ro'ziga o'xshash nafli ibodatlarni ko'p qiladigan. Namozning ruku va sajdalarini mukammal qiladigan. Kishilarni Alloh va uning payg'ambari buyurgan ishlarga buyurib, ma'ni qilgan ishlardan ma'ni qiladigan. Alloh buyurgan farzlarni to'liq ado qiladigan, ma'ni qilingan ishlarga yaqinlashmaydigan. Allohning belgilimlariga rioya qiladigan kishilardir. Ey payg'ambar, yuqorqi sifatlarga ega bo'lgan mu'minlarga Allohning ulardan rozi bo'ladiganligi va ularning oxiratda jannatga kiradiganligi haqida xush xabar bergin. Muhammad alayhissalomning yoki mu'minlarning kofir holatida o'lgan mushriklarga
Allohdan mag'firat tilab duo qilishi to'g'ri emas. O mushriklar gerçi ularning yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdimi, o mushriklarning kafir peti o'lganligi sababidan do'zaxi bo'lgani aniq bo'lgandan keyin ular uchun mag'firat talab qilishga bo'lmaydi. İbrahim alayhissalomning mushrik otasiga Allohdan mag'firat tilaganligi uning ilgari otasiga "Men Rabbimdan sana mag'firat tilayman" degan va'dasini o'rinlash yuzasidan edi. İbrahim otasining Allohning dushmani ekanligi, vaz nasihatni qabul qilmaydiganligi va oxiri kafir peti o'ladiganligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin uningga Allohdan mag'firat tilashni tashladi va uningdan munosabatini uzdi. Sheksizki İbrahim alayhissalom Allohga ko'p iltijo qiladigan, o'ziga yomonlik qilganlarni hamisha afu qiladigan zot edi. Allah birer qavmni hidoyat qilgandan keyin ularga saqlanishga tegishlik ishlarni va dinning ahkomlaridan o'rganishga tegishlik masalalarni bayon qilmay turib, ularni ozg'unlikda qo'ymaydi. Sheksizki Allah har narsani bilib turg'uchidir. Allah sizlarga bilmaganlaringlarni o'rgatgan, sizlarga foydali narsalarni bayon qilib bergan va sizlarga haq dinni to'liq yetkazgan zotdir. Shubhisizki Allah osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning yegani egasidir. Allahning yaratishda va maxluqotning ishlarini boshqarishda hech qanday sheriki yoki yordamchisi yo'qdir. Xohlagan bandalarga hayotlik ato qiladi. Xohlagan bandalarni hayotlikdan mahrum qiladi. Allah'tan boshqa sizlarga ega bo'ladigan, yordam qiladigan va dushmaninglarga qarshi nusrat ato qiladigan zot yo'qdir. Allah haqiqatan Muhammad alayhissalomni toat ibodatga muvaffaq qildi. Uning tavbasini qabul qildi. Allah yo'lida o'z yurtini va urug' tuqqanlarini tashlab islom diyoriga hijrat qilgan muhojirlar bilan Allah'ның payg'ambariga ergishib jihodga chiqqan. Tabuk g'azotida havoning qattiq issiqligiga, ot uloq va oziqlikning ozligiga qaramay, ig'ir jafolarga bardoshlik bergan ansarlarning tavbasini qabul qildi. Ularning ichidan bir turkum kishilarning dillari haqiqatan burilib ketishga tasqalgandan keyin Allah ularni mustahkam qildi va tavbaga muvaffaq qildi. Chunki Allah ularga dunyo va oxiratda to'limi ko'yimchandir, nihoyatda mehribondir. Allah'ning ularni tavbaga muvaffaq qilganligi, tavbasini qabul qilganligi va haq yo'lda mustahkam qilganligi ularga qilgan shafqatining ifodasidir. Allah shuningdek payg'ambar alayhissalom bilan birga jihodga chiqishdan qayb qolganligiga qattiq pushaymon qilib, gunohiga samimiy tavba qilgan Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya va Murara ibn Rabi qatorliq o 3 kishining tavbasini qabul qildi. Ularga shuncha keng zamin torliq qilgan, ularning ichi siqilgan. Ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligini bilib yetgan edi. Ondan Allah ularni itoatmanlikka va Allohni rozi qiladigan yaxshi ishlarni qilishga muvaffaq qildi. Cheksizki Allah bandalarining tavbasini nihoyatda bek qabul qilg'ichidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Ey Allohga iymon etgan, Allohning payg'ambariga ergashgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohning sizlarni va qilayotgan har bir ishinglarni ko'zatib turadiganligini esinglardan chiqarib qo'ymanglar. Qasamlarda, va'dalarda va hayotlikdagi barliq ishlarda rostchil bo'lg'uchilar bilan birga bo'linglar.